Hoş geldiniz. Gözümüz yolunuzda kaldı. Allah Akinatonga aman esenlik nasip qilsin. Hükümdarlarning buyrug'ini baja keltirish uchun aldirash bo'lib ketdi. Qaysi hükümdar? Bu mening emas, Allohning sizga yuklagan vazifasi. Haqiqiy hükümdar Allohdir. Misr xalqini qutqizish uchun sizni avatganimi shudir. Söyümlük Inaros, yaxshi turdingmi? Ben yaxshi turdim efendim. Hoş geldiniz. Nemi degan yaxshi Yuzar hazratlari hozirmi konu do'stini unutib qolmabdi. Unutib qilish bizning odatimiz emas. Unutmaslik uchun huzuringizda turibdiman. Munosabatli oxir qishlarni ma'lum qilay deb kelishim. Cho'qim bug'doy to'plash va saqlash munosabatli ishlar bo'lsa kerak. Shundaqmi? Balkim dehqonlar va muhtojlikda qolgan kishilar yoki kohillar ular keltirib chiqqan voqea to'g'risida bo'lsa kerak. Bir xizmatkor o'ziga buyurgan ishdan boshqani qilmas. Shubhisizki, bu nihoyat muhim. Misr bilan munosabatli kishilarni keyin so'zlashaylik. Bugun sizga maslahat soladigan boshqa bir ish bor. Ammo ambar selish, bug'doy to'plash va kohillarning qilgan atganlari to'g'riliq zarur bo'lgan ahvollar bor. Sizning bu masalalarni hal qila oladiganingizga ishonchim komil. Bu ishlarni kerak bir taraf qilsangiz bo'ladi. Siz kohillar uchun plan tuzgan bo'lsangiz, men va Akinatun hazratlari siz uchun plan tuzdik. Bekarlı avar bo'lmang. Biz endi sizni bu yolg'izchilikdan qutqizish qaroriga keldik. Demak, mushu ishmidi. Men bugungi to'y qilishni faqat o'ylab baqmadim. Men bugundan boshlab sizning butun diqqatingiz bilan o'ylanishingizni tavsiya qilaman. Konfasning qizi Asonat, dadasi Atun ilohining yagona ma'bud ekanligiga ishongan dindor odam. Asonat yaxshi va go'zal bir qiz. Demak, meni Memphisdan chaqirishinglarning sababi mushumi? Yuzarsi, bugun konfasning uyiga boramiz. Qilishga tegishli bo'lgan ishingiz mana shu. Meningcha bo'lmasmikin? Nimishqa bo'lmag'idek, Asonat ham go'zal, ham ulug' Allohga ishonadi. Shundaq. Siz tezroq to'y qilishingiz kerak. Bu hokimiyatning buyrug'idir. Bu ishga jiddiy qarashingiz kerak. Cho'qim alilari. Cho'qim. Men qeyrib ko'rimsizishib ketibdiman. Yuzimdagi va peshonamdagi qo'riqlarni ko'rdim. Sanglishib ketibdiman. Shundaqmi? Ammo siz burunqiga o'xshash go'zal va noziksiz xonim. Yuzarsi, hozirmi menga qaraydi demoqchimisizlar? Siz hozirmi yaxshi ko'rishga loyiq xonim. Hargiz qayg'urmang. Yo'q. Yuzarsi intayin yosh hamda qamlashgan yigit. Yüzümge herkesmi qaramaydi. 15 yillik yig'lash va urush tashnimi eritgan bo'ladi xonim. Biz uchun yoshligingizni qurbon qildingiz. Yuzarsi uchun yoshligimni qurbon qildim. Kashki jinimni qurbon qila olgan bo'lsa. Mening dardim onundan ayrılık kalışının
manga nimalar ilib kelganligini bilmaslik bo'ldi. Kashki bilgan bo'lsam. Siz kim? Mende ne işiniz var? Kimdi? Nemişki yüzü emek görünmeydi bu. Nemişki geldi.
bugün kecha yüzüngizde cho'nqir bir azobning ifodasini ko'rdim. Bu qayg'uning sababi nima edi? Dadamdan ayrılışının azabı. Kaşki yenimde boğan bolsaydı. 30 yıldan beri onundan ayrılıp yaşap geldim. Bazıda xiyallarım şu tarafga uçup ketedi. Amsi o nerede? Nemish qiyiningizga aytganmaysiz yoki uning yeniga bormaysiz? Biz kenallık. Bu yerga bir aylık musafa. Qancha qitimlab uning yeniga berishni yoki ahvolimdan xabardor qilishni o'yladim. Ammo bo'lmadi, tex vaqti kelmadi. Hozir Misr xalqining menga ehtiyoji ekanligini, xatarlik paytlarning o'tib ketmaganligini bilaman. Ochliq Misr xalqiga ruhiy va jismoniy jihatdan tahdid soladi. Ular uchun tex hech qanday ish qilmadim. Dadam va tuqqanlarim bilan ko'rishsam, bu ishlarning choli qilib, vazifamni o'rinlayolmay qilishimdan bakma ansirayman. Lekin ular dadangiz va tuqqanlaringiz bo'lgandan keyin yeningizda bo'lish kerak edi. Ular hamon bir kuni Misrga keladi. Toki shu kunga qadar bardoshlik berishim kerak. Bo'libmi, dadam ahvolimni bilsa, qarindoshlarimga beddua qilishidan bakla andish qilaman. İsrailning o'g'illarining hozirgacha tövbe qilmaganligini bilaman. Allohning irodasi bu hijronga xotim bergunga qadar men sabr qilaman. Isroil o'g'illari dedingizmi? İsrail dadam Yaqub payg'ambarning laqimi. Meni va qarindoshlarimdek kishilar İsrailning o'g'illari deydi. Xuddi Allohning payg'ambari qarindoshlari, ya'ni Isroil o'g'illari tarafidan Yaqub payg'ambar bilmaydigan biror yomonlik ko'rgandek qiladi. Keyinchi bilib qolsa. Bilaman. Sizlar erlar ko'nglinglarda oshkorlashni xohlamaydigan bir muncha sirlarni yushirib yuraysizlar. O'rinsiz savol so'rganligim uchun sizdan kechirim so'rayman. Har qandaq bir sirning oshkorlanadigan bir kuni bo'ladi. Vaqti kelganda bilib qolsa. Yıllar ilgari sizga ibodatxona qoyillaridan biri yuzarsib sizning kelgusingizni va e'tiqodingizni xatarga uchirtirganligi to'g'risida menga aytgan edi. Yuzarsibni unutdim. Buni sizga talay qattim so'zladim. Ammo anlatamadım. Yuzarsib uchun hayotingizni tugashtirdingiz. Ammo nimaga erishdingiz? Bu imkonsiz. Aşıqlıqni tashlang. Yuzarsibni unutdim. O'zingizni o'ylang. Yuzarsibni unutdim. O'zingizni asrang. Zulayxaga yaxshi qaranglar. Zulayxaga yaxshi qaranglar. O'zingizni asrang. Bu ayrılışqın qandaq chidayman. Bu amlik shirinlik tortib edi. Anamga o'xshash sirlishim edi. Bundan keyin dardimni kimga to'kaman? Kimga varqirab chaqirayman? Sen mening yaxshi deb kishim, sirlishim edi. Bundoq shag'lama. Yuzarsibning
azabı yürkümge toldu. Emrler, hayalisiler. Deniz Karim Mammadek ömek, Karim Mammadımı cansın siler. Siler kayada. Neni tutamıyorum azabım ama bilmemeysiniz. Her vakit kömülge okşaşmını izlep yürekti. Meni kovdam asıraydı. Ben kandak kardeşlik verim. Bu azapka kandak çıdayım. Kandak. Rahat yatqın. Əmdi Züleyxanın zulümlerini görmeydi. Əmdi Züleyxa üçün qaygırmaydı. Bu kimin Davud'di? Karim amanın. Bichar Karim amma. Nima degan oddiy ustush bu? Bu divar sarayidagi muhim odamlarning biri. Shundaqmi? Bak afsuslanarli ish bo'pti. Hazır sarayda hiç kim yok mu? Shundaq. Nihoyat yaxshi bir fursat berib qarab boqamdoq. Şuna qilay.
hozircha uningga gap qilmayli. Bu ishni desak, ko'ngil texim yerim bo'ladi. Keyin anlasa, bizdan gumonlanib qolmasmi? Nim bo'ldi? Nemishqa bu yerda turib qoldinglar? Sizga bir shum xabarimiz bor, xonim. Yomon bir ish bo'ldi, xonim. Saroyga o'g'ri kiribdi. Hayron qolg'uchiligi yo'q. Nima o'g'irlabdi? Qaytib kelganimizda saroydan qechiyotgan ikki erni ko'rdik. Ularni tanıyamadik. Sahilda yuradigan nikoh talabda qiladi, xonim. Bakkash o'p ketgachga hech qanday bir ish qilolmadik. Asli aramızdan bireylen bu yerda qilishimiz kerak edi. Rost aysan. U yerni tashlab ketmasak bo'ladi. Nemishqa menga yordam qilmaysan? Sen Misrliklarning ulug' tang'risi Amon emasmisan? Men ibodatxonning ilohasi sening ayolin emasmi? Qachongacha tomosha qilib turmoqchisan? Biri menga yordam qilsin. Bu tushkunlik qachongacha? Bu azob qachongacha? Yuzarsiz menga hijron yarisi. Karim mammaning o'limi. Mertebemni yo'qotdim. Mal-mulkimi yo'q bo'ldi. Aman menga yordam qil. Menga yordam qil. O'zingizni tutib eding, xonim. O'tinib qolay. Yig'lamang, xonim. Yuzarsif. Yuzarsif. Menga yordam qil. Yuzarsif. Yuzarsif. Menga yordam qil. Yuzarsif. Menga yordam qil. Yuzarsif. Menga yordam qil. Menga yordam qil. Yuzarsif. Sen kim? İsmin nima? Yuzarsif. Yuzarsif. Menga yordam qil. Yuzarsif. Menga yordam qil. Yuzarsif. Menga yordam qil. Yuzarsif. Sen kim? Menden nima yordam so'rayapsan?
Nemish bo'ldi Allohning payg'ambari? Yana heliqi yaşanğan ayalını gördüm. O menden yardım sordu. Ama kimligini bilmedim. Yani onu qandaq tapıda qalğını faqatla bilmedim. Tushlarning siri Allohning payg'ambaridan maxfiy emas. Agar u ayolning yuzini ko'rmagan, tonimagan bo'lsangiz, agar muhtojlik qilgan bo'lsa, O menden yardım so'rayotdi. Qo'lini men taraf uzatgan edi. Alloh uni siz bilan uchrashtirgan bo'ladi. Muvaffaq ko'rinmabdi. Bu ehtiyojli kishi zoti kim? Qayerlik? Qaysi shaharda? Men uni qayerdan topishim kerak? Rabbi, bu nadalığımda mening kemçiligim deb qarab, bu sebepten meni cazalımı. Misr Azizi deb atalgandan beri tuyumgudek tamoq yeb baxmadi. Bu shaharda uningdan ashroq birisining bo'lishidan ko'z qutuq bo'lsa, och insonlarni unutib qolishidan ansiraydi. Hanım. Hanım. Nima bo'ldingiz, hanım? Efendim. Nim bo'ldi? To'g'ri yiqilishgan o'xshamamdi. Efendim. To'xtansın xabar qilsangiz. Keling hanım. Bir az bardoshlik bering. To'xtanisi hozirlik keladi. Ana. Yetimlik azabını tartışqa yol koyma. Yol koyma. Misr Azizi danışman, güzel salam. Allah'ın salamı sana mı olsun?
Ensirmang efendim. Maň işiniň. Asanat hanım qayada? Men bilenmen. Efendim, bir kızınız bab oldu. O 5 çıraylıkken. Asanatning ahvoli qandaq? U yaxshimi?